O'zini orqasidan 7700S o'zida kelaman. Bu oddiy 7700S. Sochi Pro'ni uzib tashladim, xullas. Shet qilmasin qani, alohida o'zi alohida o'zi necha metrdan oladi, kuzatamiz. Endi bir-biriga baribir xalaqit qiladi-da bular, ikkita detektorni birdan qo'ysa, o'zi alohida sinash kerak o'zi detektorlarni bor. Shundan haqqoniy test bo'ladi va aniq natija olasiz. Kordon. Vo, 225 metr ko'rdilaring, o'zida alohida kelsam, yana nisbatan masofa kuchaydi. Masofa kuchaydi nisbatan. Ko'ryapsizlarmi? Mana bu natija desa bo'ladi. Ortdan. Qoyilmaqom natija. Mana qaranglar. Monaco Pro'ni o'zida kelamiz. Sochi Pro'ni uzib tashlaganman. Cardon M'ga orqa tarafdan. Qani natija qanaqa bo'ladi? Bundan keyin Sochi Pro'ni o'zida alohida kelamiz. Qancha masofadan ushlab bera oladi bizga? Kamera na 60. Deteksiya. Qani deteksiya? Keldi-ku o'zi. Cardon M. Kelgandan keyinmi? Ha, mayli. Ya ko'rdi-yu. Shunisiga ham xursand bo'lish kerak. Ko'rdi-ku. Kamera na 60. Qaranglar, mana endi 600. Sochi Pro'ni o'zida kelamiz. Qani, Monaco Pro'ni uzib tashlaganman. Sochi Pro'ni kuzatamiz. Qancha masofadan olib beradi bizga Cardon radarini? Orqa tarafdan. Снижайте скорость. Tezlikni kamaytiramiz. Sen ushlab bersang oldin. Undan keyin tezlikni kamaytiramiz. Mana tushiraylik. Hammasida bir xil tezlikda kelyapman. Qani 200. Aha. Qani bo'laqa endi yaqinlashyapmiz bo'laqa. Bo'laqa. Ha yo'q, bo'la olmaydi-da. Kuchi yetmaydi mana, keldik o'sha. Qani, ha? Bo'laqa? Ya, xafa bo'ldi bora. Haqiqatan xafa bo'ldi bora. Ikkalasida kelamiz endi. Qani nima bo'lar ekan? GPS камера на 60. Qaranglar. Aka-ukalarni sinab ko'ramiz. Silverstone'dan Monaco Pro bilan 600. Sochi Pro. Qani Cardon M'ga orqa tarafdan. Qani qaysi biri ushlar ekan? Kuzatamiz. 60 ga qo'yilgan Cardon radarimiz. Qani 400. Aha, 400 metr qoldi. Kamera на 60. Aha, qani orqasi kuchlimikan, ukasi kuchlimikan ko'ramiz. 200. Aha, 200 metr. 200. Aha. Qani? Ya. Yo'q-ku, keldik-ku. Cardon M. Monaco kuchliroq ekan. Sochi. Ya. Sochi Pro. Лачи. Yo'q, da endi. Bo'lmabdi.